Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Navoiy yarmarka hududidagi 120 kvadratli domdamiz. Usta akalarimiz eng zamonaviy uslubda parket pollardagi penoplastdan chiqishyapti. Bu holatdan keyin uy doimo issiq bo'ladi, to'g'ri bilan shart bo'lmaydi. Old qismiga esa eng zamonaviy uslubda ishlangan laminatlardan terilgan. Bu laminat o'ta chidamli, suvni taqirlab qo'ysangiz ham ishlaydi. Bu yotoqxona qismimiz. Usta akamiz Hamidjon akani dizaynlari asosida bo'lyapti. Hozirda remont ishlarini ketib turgan holatini ko'rsatdik. Bitishini ko'rasizlar. Hozirdan o'zi san'at asari bo'lib chiqyapti. Bu mana remontdan keyingi bitgan holati, o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin.